O'tib borayotgan har bir kunimizning fayzi bo'lakcha, ya'ni taraqqiyot, yuksalishlar insonlar hayotini farovon etuvchi fursatlarga boy tarzda kechmoqda. Ayni jarayonda viloyatimiz ham izchil rivojlanib borayotgan hududlardan biri hisoblanadi. Keyingi 3 yilda har bir tumani, har bir mahallasida yangilanishlar fursati ko'p bo'ldi va bu insonlar yuzidagi quvonch, ko'zlardagi minnatdorlik ifodasida namoyon ekani shubhasiz. Qiziltepa tumani ham bu borada yetakchilar safida, chunki hududning tashabbusli xalqi bugunidan ertasini nurafshon etish yo'lida tinim bilishmayapti. Shu yo'lda ilhom berayotgan islohotlar esa doim bardavom va undan kuch olayotgan tuman aholisi yangi kunni yangi orzu-umidlar bilan qarshi olyapti. Tuman haqida gapiradigan bo'lsak, u 1935-yilda tashkil topgan. Hududi 220.500 gektardan oshiq. O'sha vaqtda bir necha ming kishi istiqomat qilgan bo'lsa, bugun ularning soni 165.000 nafardan oshdi. 53 ta mahallasida tinch totuv yashayotgan aholi shu zamin qolaversa, ona diyorimiz taraqqiyoti, kelajagini nurafshon etish uchun bor imkonni ishga solyapti. Bugun viloyatimizning qay bir go'shasida bo'lmaylik, o'ziga xos, go'zal, ajoyib maskanlarga ko'zimiz tushadi. Biz ayni paytda ana shunday maskanlardan biridamiz, ya'ni Qiziltepa tumanidagi Madaniyat va istirohat bog'i oldida turibmiz. Aynan bu bog' 5 milliard so'm mablag' evaziga bugun o'ziga xos ko'rinish kasb etdi. Ya'ni tumanning 90 yilligi oldidan hudud ahliga dam olish uchun eng zamonaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan bog' qaytadan qurib foydalanishga topshirildi. Tuman markazida joylashgan Madaniyat va istirohat bog'i aholining eng sevimli dam olish maskanlaridan biri hisoblanadi. Qariyb 50 yildan buyon Qiziltepa tumani aholisiga xizmat qilayotgan ushbu maskan xalqaro oila kuni munosabati bilan yana minglab aholining dam olishi uchun bag'rini ochdi. Ochilish marosimida tuman hokimi Bekzod Bobomurodov ham ishtirok etib, o'z so'zida barchani qo'shaloq bayramlar bilan tabrikladi. Ramziy tasmalar kesilib, barcha ishtirokchilar yangilangan bog' bilan tanishdi. Jarayonning shukuhini yanada oshiruvchi ko'rgazmalar, sport tadbirlari, taom tayyorlash chempionati va boshqa bir qator tanlov va musobaqalar ko'pchilikni ezgu maqsadlar atrofida birlashtirdi. Xalqaro oila kuni munosabati bilan Qiziltepamizda bir ajoyib kun, bir xursandchilik, aholimizni xursandchilik qo'shadigan, bir dam oladigan tuman istirohat bog'i to'liq ta'mirdan chiqarildi. Ko'p yillar xalqimizga xizmat qiladi. Qo'limizdan kelguncha bir qator mana hamkasblar bilan, quruvchilar bilan qo'limizdan kelgancha zamonaviy ko'rinishga keltirishga o'z hissamizni qo'shganimizdan juda ham xursandman. Avvalambor prezidentimiz tashabbuslari bilan byudjetdan ajratilgan mablag'lar asosida bo'lyapti. Bu uchun prezidentimizga katta tashakkur bildiramiz. Qo'limizdan kelgancha xalqimizga xizmat qilamiz. Bugungi kunda bizning Qiziltepamiz o'zgacha chiroy ochmoqda. Kundan kunga yangi binolar, yangi istirohat bog'lari qurilmoqda. Albatta bu bunyodkorliklarda tumanimizdagi 41 ming oilalarning hissalari bor. Bugungi kunda bizning har bir oilamizni ibratli oila deb ata olamiz. Hozirgi kunda prezidentimizning tashabbuslari bilan respublikamizdagi barcha ibratli oilalarni taqdirlash belgilab qo'yilgan. Shunday ekan bizning tumanimizdagi 11 ta oilamiz ham ibratli oila ko'krak nishoniga munosib deb topildi. Ibratli oilalarimizning o'zlarining hayot yo'li, vatanimiz ravnaqiga qo'shayotgan munosib hissalari tahsinga loyiq. Chunki bunday oilalarimiz qancha ko'p bo'lsa, jamiyatimiz tinch bo'ladi, yurtimiz ravnaq topadi. Darvoqe, tumanda bugun mana shunday o'z oilasi vaqtidan shod, farzandlari kamoldan ruh olib yana yangi marralar sari intilayotgan, o'z hayotiy ibrati bilan ko'pga namuna ko'rsatayotgan oilalar safi keng. Ular shukuhli kunda jam bo'lib, chin ma'noda bayramning qahramonlariga aylanishdi. Albatta mana shunday go'zal maskanlarda o'ziga xos bayramlarni nishonlash juda ham maroqli. Ayni paytda tumandagi Madaniyat va istirohat bog'i foydalanishga topshirilgan bo'lsa, xalqaro oila kuni munosabati bilan o'ziga xos tantanali tadbir ham davom etyapti. Ya'ni mana shunday ajoyib bog'larga bayramlar yarashadi deya allaqachon tuman ahli o'ziga xos kunni nishonlashyapti. Ya'ni tumandagi ibratli oilalarga Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ibratli oila ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, tumanda bugun 165 ming nafar aholi istiqomat qilayotgan bo'lsa, oilalar soni
41 mingtani tashkil etadi. Va aksariyati bugun mana shu oilalar singari namunali bo'lishga harakat qilishmoqda. Biz turmush o'rtog'im Nabijon Haydarov bilan oila qurganimizga 26 yildan oshdi. Bugungi kunda Toshmachit mahallasida istiqomat qilaman. Mana shunday oilada tinch O'zbekistonni, yangi Qiziltepamizning faxrli, ibratli oilasi ekanligimdan yana bir marta g'urur tuyaman. Bugun xalqaro oila kunida mana shunday chiroyli, ibratli oila nominatsiyasi bilan taqdirlanganimdan xursandman. 4 nafar farzandim bor. Farzandlarim barchasini oliy ma'lumotli qilishga, ularni kitobga oshno qilishga harakat qilamiz. Oilada mana shunday ibrat maskani ekanligini, u yerda farzandlarni tarbiyasiga alohida e'tibor berishga harakat qilib, Allohga behisob shukr, mana bugun farzandlarim hammasi jamiyatda o'z o'rnini topgan, oliy ma'lumotli, qolaversa Lazizaxon jahon chempioni sovrindori ekanligidan yana bir karra faxrlanaman. Bizning yurtimizda, jonajon vatanimizda bayramlar ko'p, tantana va shodiyonalar juda ham ko'p nishonlanadi. Mana bayramlarga ulanib, bugun Qiziltepa tumanimizda ham yana bir katta shodiyona, katta tantana nishonlanyapti. Bu ham bo'lsa, xalqimizga bir qulaylik yaratish maqsadida, xalqimizni, tumanimiz aholisini, mehmonlarni bir qulay sharoitda dam olishi, sayohat qilishi maqsadida mana uzoq vaqtdan buyon mana tumanimiz markazidagi markaziy istirohat va madaniyat istirohat bog'i ta'mirlanish jarayonida mana bugun bu istirohat bog'i butkul ta'mirdan chiqib, xalqimizga yana o'zini quchog'ini ochdi. Bugun mana istirohat bog'ini xalqimiz, faollarimiz, nuroniy keksalarimiz, faol yoshlarimiz, keng jamoatchilik ishtirokida bog'da ochilish marosimini o'tkazdik. Albatta xalqimiz juda ham xursand. Albatta tumanimiz markazida joylashgan bu bog'da bir qancha yangiliklar, islohotlar amalga oshirilganki, umuman yurtimizda bo'lgani kabi tumanimizda ham bir qator turli sohalarda islohotlar va yangilanishlar sodir bo'lmoqda. Har kun har qanday yangilikka duch kelyapmiz. Bu ham xalqimizni farovon yashashi, yangi O'zbekistonda hayotdan xursand bo'lib yashashi uchun albatta bir mezon hisoblanadi. Mana shu istirohat bog' xususida to'xtalsak, bog'da juda ham katta o'zgarishlar, juda ham katta qulayliklar xalq uchun yaratilganki, albatta xalqimiz oila, mana bugungi tadbirda mana xalqaro oila kuni bo'layotganligi ham o'ziga xos bir ramziy ma'no kasb etadi albatta. Chunki bu bog'da kim keladi? Bu bog'da oila keladi. Bu bog'da insonlar, farzandlarimiz, yoshlarimiz keladi. Fuqarolarimiz o'zlarining oila a'zolari bilan bo'sh vaqtlarini mana shu bog'da mazmunli o'tkazish uchun tashrif buyuradi. Albatta bog' xalqimiz uchun juda qulay, o'z bag'rini ochdi. Tumanimizda, nafaqat tumanimizda, viloyatimizda bir havas qilsa arzigulik bir go'shaga aylandi. Darhaqiqat, bugun kim baxtiyor desalar, oilasi tinch, halovati bardavom, farzandlari komil bo'lib voyaga yetayotgan va ortidan rahmatlar eshitayotganlar deya aytishimiz shubhasiz. Taqdirlash marosimida ularning qalbi quvonchga to'ldi. Bu esa boshqalarda ham havas hissini yuksaltirib, ulardek bo'lish istagini tug'dirgani shubhasiz. Xalqaro oila kuni bugun otajonim bilan onajonimga nishon topshiriladi. Ibratli oila nishoni. O'shanga kelganmiz oilaviy hammamiz. Demak, bugun qo'shaloq bayram. Mana bog' ham o'ziga xos ko'rinish kasb etdi-da. Ajoyib, ha. Endi ayting, juda ajoyib. Juda ajoyib, yangi rekonstruksiya qilindi, yaxshi. Istirohat bog'imiz tuman markazidagi yaxshi tadbirlar o'tkaziladi. Xursandmiz. Ota-onangiz haqida gapirsak, ular qanday insonlar, nechta farzandsiz? Otam 30-40 yildan beri tuman qishloq xo'jaligi sohasida ishlaydilar. Fermer bo'lib. Onajonim uy bekasi. Bizda 7 ta farzand oilada, 5 qiz, 2 o'g'il biza. Hammamizda oliy ma'lumotli qilganlar. Allohga beadad shukr. Boshimizga sog' bo'lsinlar. Ibratli oilalardan biri bizada. 5 ta qiz uzatib, 2 ta kelin qilganlar. Bizning oilalarimiz ham tinch, hammamiz ota-onamiz izlaridan biz ham shunaqa nishonlarni olishga harakat qilamiz. Nasib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maroqli xordiqonlarni tilaymiz. Rahmat, kattakon sizga ham. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun juda ham ajoyib bayram, ayniqsa Qiziltepaliklar uchun qo'shaloq bayram. Kayfiyatlar qanaqa endi? A'lo darajada. Qiziltepamizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchligimizga ko'z tegmasin. Doim shunaqa tadbirlar ko'paysin. O'zimiz endi qanday faoliyat turi bilan shug'ullanamiz? Biz maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib ishlayman. Endi bugun Qiziltepada mana shunday oila kunida o'ziga xos bayram bo'lyapti-da. Tinch, totuv oilalar ko'pmi endi, nima deymiz? O'zimiz qanaqa oila vakilimiz?
Menimcha juda ham ko'p tinchlik oilalar. Ko'z tegmasin yurtimizga. Shunaqa bayramlar, tadbirlar ko'payaversin. Baxtli oilalar ko'paysin. Men o'zimni ham bir nafar farzandim bor. Juda ham yaxshi, baxtli oilalardan biriman. Menda ham bir nafar farzandim bor, o'g'lim. Oilamiz tinch, baxtlimiz. Demak, bu yerdagilarning aksariyati mana yosh oila bekalarida. Yosh oila bekalari bugun qanday bo'lish kerak endi? Har jabhada menimcha ilg'or, mas'uliyatli, qaynona, qaynota xizmatida ham davlat ishi, ham uy ishlarida ulgurishi biz uchun vazifa deb bilaman. Endi ulguryapmizmi? Ularning ko'nglini topyapmizmi? Ha, albatta ulgurishga harakat qilamiz. Hozircha mamnunlar, Xudoga shukr, ko'z tegmasin. Albatta mehnatga hamdam kishilar yaxshi joylarda dam olishga loyiqlar. Hordiq chiqarib oilasiga quvonch ulashsa qanday yaxshi. Bog'da buning uchun imkon yetarli. Har burchagi kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Shinam, baqavo, shuningdek bog' ichida keksa avlod vakillari uchun nuroniylar maskani ham qurilgan. Tez orada chet ellik hamkorlar bilan birga bog'ga zamonaviy attraksionlar ham o'rnatiladi. Tuman markazida joylashgan madaniyat va istirohat bog'i qiziltepaliklarni, mana shu xalqimizning eng sevimli maskanlaridan biri hisoblanadi. Mana shu kechki sayllarda, umuman bayram tadbirlari o'tkaziladigan ushbu maydonda xalqimiz doimo oilaviy qatnashadi. Mana shularni inobatga olgan holda va umuman oxirgi davrda shu istirohat bog'ini ta'mirlash ishlari yakunlandi va bugun aynan mana shuni inobatga olgan holda oila kuni munosabati bilan ushbu madaniyat va istirohat bog'ini ochilish tadbirini o'tkazdik. Umuman olganda bu bog'ni qayta ta'mirlash, ayrim qismlarini yangilashda 5 milliarddan ziyod mablag' ajratildi. Shu jumladan mana favora qaytadan to'liq yangilandi, yangi favora qurildi. O'lkashunoslik muzeyi ham Qiziltepa tarixini ko'rsatib beradigan maskanlardan biri hisoblanadi va shu o'lkashunoslik muzeyi ham to'liq ta'mirlandi. Shu bilan birgalikda mana shu istirohat bog'ining ichki yo'laklari, umuman yo'laklari ta'mirlanib, ichki yo'laklariga oxirgi joyigacha mana shu yoritgichlar o'rnatildiki, mana shu joy tunda ham xavfsiz joy bo'lishi, shu bilan birga mana shu kunduz kunlari kela olmaydigan aholimiz mana shu yozning salqinida kechki vaqtda mana shu daraxt bilan burkangan manzilda bemalol dam olishi va tunda ham o'zini xavfsiz his qilishi uchun shu oxirgi nuqtalarigacha yoritgichlar o'rnatildi. Shu bilan birga qo'shimcha o'rindiqlar ham o'rnatilib, shu aholimizni chinakamiga dam oladigan maskaniga aylandi. Mana shu bayram munosabati bilan shuning ochilishi ko'pchilik aholimizning xursandchiligiga sabab bo'lmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi bayram tadbiri ham mana shu aholiga bayram kayfiyatini ulashdi. Shu bilan birga qiziltepaliklarning barchasi mana shu bugungi tadbirlarda oilaviy qatnashmoqda. Bu ham mana shu oilalarimizni yanada baham-jihat yashashda, mana shu birgalikda sayr qilishda, mana shu sog'lom hayot tarzini targ'ib qilishda asos bo'ladi. Albatta, mazkur madaniyat va istirohat bog'iga kelgan kishi muzeyga kirmasdan ketmaydi. Biz Qiziltepa tuman o'lkashunoslik muzeyidamiz va ayni paytda ko'ryapmizki, bu yerda tumanning o'ziga xos jihatlari, tarixi aks etgan va ular haqida ma'lumot olish uchun biz ayni paytda mana shu muzeyda mutaxassis sifatida, mas'ul sifatida faoliyat yuritayotgan insonga yuzlanamiz. Muzeyimiz Qiziltepa tumanidagi yagona davlat muassasasi, ya'ni davlat muzeyi bo'lib, faoliyat boshlaganiga salkam yarim asr bo'lib, 1981-yilda davlat rahbari Sharof Rashidov tashabbusi bilan qurilgan tumanimizning ramziy qizil qum bilan qoplangan tepa tarzida atrofi qum bilan o'ralib maxsus qurilgan muzey uchun. Bugungi kunda muzeyimizda 3215 ta eksponat mavjud bo'lib, mazkur eksponatlar 8 ta bo'limda jamlangan. Ayniqsa arxeologiya, etnografiya, xalq amaliy san'atiga oid nihoyatda noyob ashyolarimiz ham mavjud. Prezidentimizning qaror va farmoni asosida muzeyga "Mening hissam" aksiyasi doirasida tumanimiz aholisi, fuqarolar tomonidan muzeyga doimiy tarzda har chorakda eksponatlar sovg'a tariqasida o'zimizni shaxsiy tashabbusimizga ko'ra olib kelinadi. Masalan, shu joriy 2024-yil yakunida 215 ta eksponat qabul qilingan muzeyimizda. Endi bu degani yillar davomida eksponatlarimiz ko'payib borgan. Masalan, 10 yil muqaddam, masalan 2015-yil doirasida 1,5 ming eksponat bo'lgan bo'lsa, mana shu xalqimiz tashabbusi bilan eksponatlar
shu 3215 tagacha yetdi. Bundan keyin ham buni tashabbus ko'rsatib, demak, oshirib borish, eksponatlar sonini, sifatini oshirib borishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz albatta. Mana ko'ryapmiz, bugun tumanda o'ziga xos bayram va albatta istirohat bog'ining qayta ta'mirlanishi, muzeyning o'ziga xos ko'rinish kasb etishi ham bir o'sha tuman ahliga bir katta sovg'a bo'ldi. Endi keluvchilar, mana shu tarix bilan tanishuvchilar safini kengaytiradi, shunday emasmi? Albatta, buni aytmasdan baribir ilojimiz yo'q. Mana 2024-yil muzeylar sohasiga doir, masalan, Madaniy meros agentligining tashabbusi bilan, mahalliy hokimiyatning tashabbusi bilan mana shu yangi 2025-yilda muzeyimiz, muzey joylashgan markaziy bog' qaytadan kapital ta'mirlanib, nihoyatda chiroyli ko'rinishda keltirilib, mana bugun 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan topshirish marosimi bayram bo'lyapti. Bu albatta tumanimizga tashrif buyuruvchi xalqimiz, yoshlarimiz ayniqsa ko'ngliga alohida g'urur, izhor bag'ishlaydi deb o'ylayman. Chunki muzey, madaniyat, tarix bu O'zbekiston davlat tarixining ajralmas qismi deb bilaman. Tumanimizda masalan har yillik hisobotda e'tibor qaratadigan bo'lsak, 10 mingga yaqin tumanimiz aholisi, mahalliy sayyohlar, viloyatlar kesimida fuqarolar tashrif buyuradi. Albatta bu yildan yilga qamrov kengayib boryapti. Keyingi yil mana shu qilingan ta'mirlash hokimiyat e'tibordan so'ng albatta bu ko'rsatkich yanada salmoqli bo'ladi degan fikrdaman. Tadbir yana bayramlarning shukuhini oshiradigan san'at ahlining chiqishlari, ya'ni tuman madaniyat bo'limi xodimlari ishtirokidagi bayram konserti bilan davom etdi. Mana bugun go'zal bayram, hammamiz xursand, shodiyona, hamma joyga hammamiz xursand. Mana hamshira bo'lib ishlayman. Mana bugungi tinchligimiz, xotirjamligimizga shukronalar aytamiz. Hamma xursand, shod hammamiz. Go'zal bayram, hammaning yuzida go'zal tabassum. Mana ochilish fontanlarni, ochilish marosimlarini mana o'tkazyapmiz. Go'zal artistlarimiz, biz xursandmiz shunaqa sharoitlarga, shunaqa zamonga, tinchlik zamoniga yashayotganimizdan shunaqa xursandmiz hammamiz. Men hamshira bo'lib ishlayman, yoshim qurishdi. Lekin o'zimni hozir go'zal tabiat manzaraga, bayramga yosh qizday o'zimni siqilib yuribman. Xursandman shunday. Hamma xursand. Hammaga rahmat. Maroqli xordiqonlarni tilaymiz. Kayfiyatlar qanday? A'lozi, yaxshi kayfiyatlarimiz, juda xursandmiz. Oilamiz bilan yaxshi dam olyapmiz. Rahmat. Bayram tashkil qilganlarga juda ham xursandmiz. Oilamiz haqida gapiradigan bo'lsak, qancha bo'ldi endi oila qurganimizga? Oila qurganimizga 7 yil bo'ldi. Juda baxtli oilalardan birimiz, 2 nafar farzandimiz bor. Allohga shukr. Ibratli oila ko'krak nishonini olgan kishilar havas qildikmi? Albatta havas qildim. Biz ham shunaqa ko'krak nishonlari olishga havas qilamiz. Bunaqa bayramlar ko'p bo'lsin. Rahmat tashkilotchilarga. Mana men Oqmachit mahallasidan tashrif buyurdim. Tumanimiz, Qiziltepa tumanimiz juda ham gullab yashnamoqda, kun sayin chiroy ochib bormoqda. Mana shunday istirohat bog'i bizga zavq, quvonch bag'ishlaydi. Bundan juda ham xursandmiz. Odam ishlagandan keyin yaxshi dam ham olib turishi kerak. Juda ham kayfiyatimiz a'lo bugungi tadbirlardan. Oldin kelganimizda bunaqa favvoralar, bunaqa svetlar qo'yilmagan, stulchalar, o'rindiqlar qo'yilmagan edi. Bir chetlari tashlandiq joyga aylangan edi. Hozir kelsak juda ham chiroyli favvoralar, sahna muzeyimiz juda ham yangilangan, yangi barpo etilgan, yangi rekonstruksiya qilingan. Bu juda ham bizning kayfiyatimizni ko'tarib yubordi. Biz uzoqqa borib dam olishimiz ham shart emas. Biz har kechqurun shu yerda dam olishga, maroqli dam olishga harakat qilamiz. Juda ham chiqamiz. Imkoniyatlardan xursandmiz. Azzabod mahallasida yashayman. Mana bu imkoniyatlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bundan ziyoda mana farzandlarimiz, nabiralarimiz kelib mana bu yerlarda kelib maza qilib dam olishadi. Juda ham xursand bo'ldim. Shunday imkoniyatlarni yaratganlari uchun. Yaratganlarga katta rahmat. Imkoniyatlarni bundan da ziyoda yana qilishlarini xohlaymiz. Dunyomiz tinch bo'lsin, ilohim. Farzandlarimiz katta yutuqlarga erishsin, ilohim. Yaxshi o'qishlarga kirib, chet ellarga yaxshi ta'limlar olib,
farzandlarimizni rohatini ko'raylik. Ha, tinch osoyishta yurtga mana shunday bayramlar yarashadi. Tadbir so'ngida esa Qiziltepa osmoni uzra mushakbozlik uyushtirildi. Bu bolajonlar quvonchi, kattalar shukronasini yuksaltirgan fursatlarni bardavom etgan shukuhli jarayon bo'lgani shubhasiz.